Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, tuzummisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana xudo xolasa ikkinchi darslikni boshlab oldik Synamics V20 bo'yicha. Sizlar bilan o'tgan safar ko'rgandik. Xudo xolasa videoyim ketyapti. Og'izlarim ham yozilyapti. O'zingizlar yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Birinchi dars qalay bo'ldi? Foydali bo'ldimi? Endi bu o'sha birinchi dars. Hali chastotnik haqida umuman xabari yo'q yoki xabari bor, shu ishlatib ko'rishga qiziqadigan yoshlarga edi. Manfaatli bo'ldi deb umid qilaman. Demak, bugun ikkinchi darsimiz. Ikkinchi darsimizda chastotnikga potentsiometr o'ylab, mana rasmda, videoda ko'rishlar mumkin. Bizda demak Synamics V20 shunaqa kichkinasi menda. Bunga potentsiometr o'ylaymiz. Buni hozir demak biz bu yerda sizlarga video qilib kompyuterim ekranidan tushuntiraman. Undan keyin ikkinchi videoda amaliysi bo'ladi. Har doim birinchi nazariy o'qishimiz kerak. O'sha haqida o'rganmoqchi bo'lgan uskunamiz yoki dastkogimiz yoki zapchasimiz haqida tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Undan keyin demak amaliyotga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, xuddi shunaqa mana bitta 10 kilo ohmli, 5 kilo ohmli potentsiometr tayyorlayman. Keyin shu Synamics'imizni oldidagi terminal bloklariga, ya'ni ruschasiga adashmasam klema deydi, klemniy управление deydi adashmasam. Ana shu joyiga 10 voltga analog bir kirishiga, 0 voltga demak potentsiometr, ikkinchisini bo'lsa hozir videoda yo'qda kitobda tushuntiraman. Bu yerda NPN, PNP ulanish bor. Demak, sizlarni kontrolni dizayninglarga qarab ishlatiladi. Hozir bu yerda adashmasam PNP qilib qo'ygan, 0 digital input common ga ulagan, undan keyin 24 volt olib, demak multiple switch orqali, two directional switch orqali demak digital input 1, digital input 2 ga qo'ygan, ko'rib turibmiz. Ya'ni forward run o'zbekchasiga oldinga chastotligimiz, motorimizni aylantiradi. Reverse run degani orqaga aylantiradi. Shu bugungi videoda maqsad ham shu, chastotligimizni orqaga, oldinga aylantiramiz. Undan keyin motorimizni o'zlari adashib ketdim. Bir xil so'zlar adashishim mumkin. Shuni uzr so'rayman. Chunki bu videoga oldindan bir tayyorgarlik ko'rib aniq qilinmaydi. Hammasi tabiiy chiqish uchun shundoq qo'yiladi, boshqa qilinadi. O'shanisi yaxshiroq. Chunki o'zim xatolarim bo'lsa, birato'la sizlar bilan o'zim ham o'rganib ketaman. Hammamiz bir-birimizdan o'rganamiz. Mana shunaqa, hech narsani sir tutib bo'lmaydi. Xo'p, mana shunaqa potentsiometr anaqamiz bor. Switchimiz bor. Chastotligimizni ko'rdik. Undan tashqari o'tgan safar sal tushunmaganlar bo'lishi mumkin ulanishini. Bu yerda yaxshiroq rasm bormi ekan? Chastotnikka pitanyani qanaqa ulash bildinglar? Endi sizlarni chastotniklar 380 dan 220 dami? O'zi yana o'shanga bog'liq. Hozir bu yerda video xirorat chiqdi. Yani tekshirib qo'yaman, 3 minut bo'libdi, yozilyapti. Demak, 3 faza keldi. Konchi Kagwan nima deyirdi? Avtomatimizdan o'tib, anaqaga o'tdi. Bir xil so'zlarni shu inglizcha, xitoycha aralashtirib o'raman. Ha, bo'lmishlar. Xo'p, bundan o'tib turib chastotligimizga mana kirdi. Chiqishi mana bu yerda chastotligimiz tagidan UVW simlarlar chiqib ketadi. Mana bu yerda ham bor. Bu yerda masalan 220 lik bo'ladigan bo'lsa, 220 0 faza kiradi. Kirgandan keyin chiqishiga mana UVW motorimiz ismi ulanadi. Bir xillarida output reaktorlar bo'lishi mumkin. Buni ruschasiga nima deyishini bilmayman. Bir xillari filtrlar bo'ladi. Birinchi chiqqan filtrga kelib, chastotnikka o'tib ketadi. Ko'proq nemetskiy mashinalarda bo'ladi, fransuzskiy, nemetskiy, italyanskiy. Xo'p, shunaqa gaplar. Undan oldin yana bir narsani aytmoqchi edim. Bizda xudo xolasa ochib ko'rsataman sizlarga. Yopiq kursimiz bor. Sizlarga mana bu yerda ko'rsatib o'taman. 6 ta odam
hozircha xudo xohlasa. Mana darslar ko'pchilik so'radi, nima darslar bor, nimalar yo'q. Hozir mana shu videoni ko'rayotganlarga anaqa bo'ladi. Shu klaviaturada bilan LD out qilib ishlashlar bor. Undan tashqari MCR da bor. Endi bilan o'zingizlar kirib ko'rib olasizlar-da. Avtorучной boshqaruv, uyga vazifalar berganmiz. Sekin-sekin ketyapmiz. Bitta realniy proyektga o'tib ketmayapmiz, chunki men ham o'zim ko'p realniy proyekt bilan ishlamaganman. O'zim ham shu bitta katta anaqada ishlayman. Zavodda, demak, glavniy injener bo'lib. Nasib shunaqa sekin katta realniy proyektlarga o'tib ketish niyat bor. Hamma narsa bir chekkadan boshlanadi. Asosiysi boshlab olish kerak. Hop, nima deyotgandim? Xullas, shu yopiq kanalimiz, men sizlarga ko'rsatyapman. Sirazi ko'rsatib tashamadim buni, chunki bu yerda bolalar bilan shug'ullanib, boshqa qilib videolarni chiqarib, sekin anaqa davom etdik. Demak, increment, decrement, move'larning yangi ko'rsatmalari, arifmetik amallar bor, 16-32 bitli. Undan tashqari diapazonlarni berganman, encoder ulash videolari bor, solishtirish ko'rsatmalari bor. Ya'ni katta, kichkina, teng, kichkina, katta mana shunaqa. Undan tashqari mana bu yoqda analoglarning kirish chiqishlari bor. Endi sizlar mana bu yoqda ko'ryapsizlar. Videoda yana ham qiziq bo'ladi. Mana shunaqa informatsiyalar berilgan. Xullas, davom etyapti bu yerda darsliklar. Bu yerda darsliklarimiz davom etyapti. Aytmoqchimanki, agar demak mana shu anaqalarga yozilsanglar, xursand bo'lardim. Kursga yozilsanglar, yopiq kanalga o'tsanglar, o'sha ma'lum bir o'shanda miqdori bor. Xudo xohlasa qiziqadiganligiga uncha qimmat qilib berilmaydi. Xudo xohlasa o'sha qarab aniq qilinadi. Prosta bu kanalimizni, demak, jaydar qilib aytganda tirik qolishiga, ya'ni biz yana ham kontentlar qilishimizga, yana ham o'sishimizga, boshqa apparatlarni olib, ularga dars chiqarishimizga yordam beradi. Shuning uchun sizlardan iltimos qilardim, Uskunasos adminga menga yozsanglar, o'zim javob beraman. Nima qilardik? Shu kurslarni narxini aytib, boshqa qilib qo'shilsanglar, demak, ancha shu kanalimga hissa qo'shgan bo'ladinglar. Undan keyin yana bir narsani aytmoqchi edim. Endi anaqani ham qo'yib qo'yganman, bu yoqqa kartani. Bu yoqqa mana kartani qo'yib qo'yganman. Bu ham shu donat deyiladi. Demak, shu kanalimizni ijodi uchun qo'lingizdan kelgancha har xil, bilmadim, o'zingizlarda chiqarib, shu kartaga, o'zim kartamga tashlab bersanglar, xudo xohlasa, yana bir nima texnikalar, bir nima olamiz, ishlaymiz. Biz ham xursand bo'lib anaqa qilamiz. Xudo xohlasa sizlarga ham savob bo'ladi. Ya'ni sizlar ham mana bir-birimizga savob qilamiz, xudo xohlasa. Shunaqa. Endi men bu yerda qanaqa menimcha anaqa qilib tashlaylik deya olmayman, chunki har xil odam bor, imkoniyati bor odam bor, imkoniyati yo'q odam bor. Shuning uchun agar Xudo qudrat qilib, demak, imkoniyatingiz bo'lsa, shu kanalimizga donat qilsanglar, xursand bo'lardim. Rahmat. Endi bunaqa narsalarni aniq qilmaymiz. Xo'p, biz maqsadda davom etamiz. Demak, men kitobni ochib qo'ydim. Sizlarga o'tgan safar kitob ko'rsatgandim. Kitobimiz tepada, nechinchi bet ekan? 66-bet. Stamix V20 versiyasi 2014-yil ekan. Endi buni yangilangan versiyasi ham bo'lishi mumkin. Men de shu internetdan topganim oldim. Qanday deyarli bir xil bo'ladi hammasi. Endi yangilangan versiyalarda yangi funksiya qo'shilgan bo'lishi mumkin-da. Demak, bu yerda bizda mundarijada, demak, inglizcha yozilgan hammasi. Introduction, kirish, mexanический установка, электрический установка, commissioning degani o'sha tekshirish ishlayaptimi, hamma joydami? Pit kontrolli, demak, klimadan boshqarish, USS, Restore 85, mana shunaqa ошибкалari, faults, mana bu yoqda parametrlarning listlari hammasi yozilgan. Demak, biza shu anaqani o'qib chiqsak, bitta shu kitobchasini o'qib chiqsak, bitta chastotnik bo'yicha professional bo'lamiz. Bu chastotnik tanlash o'zingizlarga bog'liq, farqi yo'q. Lekin shu chastotnikni olib, o'zingizlarga borib, o'shani kitobini ochib, demak, o'tirib o'qish kerak. Bo'ldi. Keyin xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Davom etamiz. 66-betga tushamiz. Endi men bu yerda naq o'tirmayman, sirasiz o'tib ketamiz. Chunki ko'rayotgan odamga ham zerkali bo'lib qolish kerak emas. Shuning uchun darslar ham sekin-sekin chiqarilyapti. Chunki dars bu sovuqli.
odam joniga tegib qolish kerak emas, sog'intirib boshqa qilib chiqarish kerak. Adashmasam mana shu makroni, connection makroni tekshiramiz. O'tgan safar aytgandim, Siemens sizlarga tayyor qilib qo'ygan ko'p narsani. Tanlaysizlar bu yoqda. Endi parametrni ham o'zgartirish kerak bo'lishi kerak va anaqasi demak katta anaqasi yo'q. Demoqchimanki, sizlarda boyagi o'sha CN degan parametr kirish men o'tgan birinchi darsda ko'rsatgandim. Ko'rmagan bo'lsanglar o'tib ko'rib olinglar. Synamics V20 kirish degan dars bor edi. Ana o'sha yerda tushuntirganman. Ana o'sha yerda men sizlarga ne bu makro, connection makro degan narsa kerakligini aytganman. Connection makro ko'rib turibsizlarki, hozir men tezroq gapiryapman. Shu vaqt aniq bo'lish uchun connection makro sizlarga tayyor qilib beradi. Parametrlarni tayyor qilib beradi. Agar o'zingizlar o'zgartirib qo'ymagan bo'lsanglar ichkaridan, yangi Synamics yili bo'lsa, o'zi o'sha zavodskiy настройка qaytarganingizdan keyin hammasi o'zini zavodskiy настройкаga o'tadi. Mana factory default deyiladi. Mashinaga o'tadi. Agar mashina o'zgartirib qo'ymagan bo'lsanglar, shu mashina o'zini tanlaysizlar, makro CN001 tanlaysizlar bo'ldi. Start stop bosasizlar, ishlaydi dasturning. O'zi tayyor qilib qo'ygan bo'ladi. Siemens shunaqa sizlarga qulaylik yaratib beradi. Endi bugun biza shu connection macro CN002 ni ko'rib chiqamiz. Ya'ni shu potentiometr bilan keyin demak switch qo'yib, demak mana shunaqa switchlarni qo'yib oldinga, orqaga yoki fault acknowledgement degan narsa bor, ошибкani yo'qotish. Ya'ni qabul qilib olasizlar. Mana shunaqa bo'ladi. Error emas, fault. Hop, jog forward, ya'ni jog degani apparatlarda bilasizlar, buni bosib tursanglar bitta knopkani, sariq knopkani sekin ishga tushadi, apparat bitta qo'yib olsanglar to'xtaydi. Ana shuni jog deyiladi. Xitoychasiga diandong degan bo'lishi kerak edi, adashmasam. Endi biza bu yerda ko'ryapsizlar, demak bizada connection macro 2 CN002 ni PNP NPN da ulanishi bor. Biz NPN ni ishlatamiz. Ya'ni общийga 24 volt ulanadi. Chiqishi bo'lsa digital input 1, 2, 3 turli anaqaga ulanadi. 0 bilan ulanadi. Ana o'shanda chastotni shu chastotni ishga tushadi, motor aylantiradi, orqaga yoki ошибкani qabul qiladi yoki forward. Endi bu safar biz ikkitasini ishlatamiz. Oldinga, orqaga aylantirish yetadi, chunki qolgan o'zingizlar ham bu darsni ko'rganingizdan keyin o'zingizlar bemalol qilasizlar, qiyin emas. Har doim chizmaga qarab, kitobga qarab ishlashni o'rganishimiz kerak. Shunaqa gaplar. Demak, bizda mana qo'yib qo'ygan parametrlarni selection of common source degan. Terminal esa common source mana shu yerda yozib qo'ygan. Agar zavodskiy bo'lganda bunaqa bo'lardi, lekin anaqaga CN002, ya'ni connection macro 2 ga bizda mana shu anaqada turibdi. Настройкаlar 2, 2, 1, 12, 9, 10, 21. Mana shunaqa tayyor qilib beradi sizlarga. Hozir buni ham ko'ramiz. Men demak potentiometr payat qilib tayyorlab olaman. Undan keyin bitta switch olaman. O'sha switchni bosganda oldinga, ikkinchi switchni bosganda orqaga aylanadi. Motorim meni 1.5 kilovatlik motor. Men unga 0.75 yoki adashmasam 400 watt edi. Bitta qarab oling. kilovatli Synamics V20 ni ulayapman. O'shaning uchun motorim pastda turibdi. Men hozir videoda ham tepaga olib chiqib, bu yoqqa olib chiqib qo'yaman. Ustiga bitta anaqa yopishtirib, yo'nalishini, ya'ni direction yo'nalishini ko'rsataman. Shu qatorda endi anaqa aytib o'tib ketaman sizlarda fixed speeds degan narsalar bor. Agar yana chiqaringlar deb yozsanglar, kommentlarda o'zimga yozsanglar, menga ham bitta dars qilib chiqaramiz. Ya'ni har bittasini alohida qilib dars chiqaramiz. Fixed speeds degani bir xillarda bilmadim, men adashmasam, men kirarlar bilan anaqa qilmaganman, ishlamaganman. Bitta knopkani bossanglar 10 Hz, ikkinchisini bossanglar 30 Hz, uchinchisini bossanglar 40 Hz ishlaydi-yu. Ana shunaqani fixed speeds deyiladi. Ya'ni o'rnatib qo'yilgan tezlik degani. Ana o'sha connection macro 3 qilib qo'yibdi. Demak, biz bu yerda adashmasam chastotalarni tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin mana fixed frequency ni yozib qo'ygan.
10 Hz, 15 Hz, 25, ya'ni low o'rtacha, tez, speed high, ya'ni tez, o'rtacha, sekin, o'rtacha, tez deb yozib qo'ygan. Mana shunaqa. Endi bularni aytib o'tib ketaman. Binary mode bor, ya'ni adashmasam binary mode binarniy deyiladi. Buni ham alohida ko'rib chiqishimiz kerak. Binary degani 1 0 degani. Undan tashqari analog input va fixed frequency. Analog input ham bor, undan tashqari o'sha o'zingizlar bergan tezlik ham bor. Hop, keyin external push buttons bor. Bu ham shunaqa knopkaga o'xshagan. Ham ko'rib chiqish kerak bo'ladi. O'zi chastotniklarda sizlar kuygan bo'lsa, o'sha boshqasini qo'yayotgan bo'lsanglar, shu nastroykasiga yaqinroq qilib qo'yasizlar, bo'ldi, o'shanda ishlab ketadi apparatinglar. Bundan tashqari bir xillarda anaqa bo'ladi, RS385 bo'ladi, ko'rsataman. Modbus RTU deyiladi. Bir xillarda shunaqa deb bo'ladi. Ko'pincha screw air compressor degan anaqa bor. Vintovoy kompressor bo'lishi kerak. Ana o'shalarda shkafini ochsanglar, ikkitasini turgan bo'ladi. Shu orqali boshqariladi, boshqa anaqa qilmaydi. Nasib unga ham bitta narsa qilish niyat bor. Ya'ni sizlarda adashmasam shu MAM degan kontroller turadi. O'sha MAM kontrollerdan keladi. O'sha data registrlari bilan start stop qiladi, ошибкаlarni, chastotniklarni to'g'rilaydi. Endi hozir ularga men temadan boshqa narsaga o'tib ketdim. O'shanda ikkinchi chastotnikni qo'yadigan bo'lsanglar, data registrlari to'g'ri kelmasligi mumkin, o'zgartirish kerak bo'ladi PLC dan, o'sha MAM kontrollerdan yoki. Ya'ni o'sha paytda biz bitta narsa qilib ko'rmoqchimiz. Uni keyinchalik post qilib qo'yamiz. Shuni olib kelasiz, chastotnikni qo'yasiz, narigini olib tashlaysiz, RS485 ni bitta device orqali ulaysiz, bo'ldi, shu bilan ishlab ketadi. Demak, bu anaqa degani research qilish kerak bu narsa haqida. Ungacha ham agar sizlarda shunaqa bo'ladigan bo'lsa, RS485 bilan ishlasa sizlarga apparat, sizlar boshqa chastotniga qo'ymoqchi bo'lsanglar, sizlar PLCda turgan data registrlarni ASCII deb bo'ladimi, hexadecimal bo'ladimi, ana o'shani o'zgartirsanglar, o'shanda ishlaydi, bo'lmasam sal muammo bo'ladi. Shuni aytib ketmoqchi edim. Undan tashqari anaqani Siemens o'zining USS degan protokoli bor. Ko'pincha e'tibor bergan bo'lsanglar, shikoplantsanglar, Siemens S7X Smart hozir GX chiqqan. Bu haqida Instagramda ham ko'rsatdim. Yoki S7 1200-1500larda ulangan bo'ladi RS485 orqali. O'shanda Modbus RTU bo'lmaydi, o'zini demak ekosistemasida USS kontrol protokoli bo'ladi. Ana shu orqali ishlaydi. Agar bunga ham darslik qiling desangiz, bunga ham ko'ramiz. Ro'zada odam sal oz ko'rib ketdi. Lekin o'sha gap, danat-manatlar qilib tursanglar, kursni olsanglar, qo'shilsanglar, xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Shunda bizga ham anaqa qilgan bo'lardinglar. Demak, moddiy yordam berib, bir nimalar olishimizga, mikrofon, boshqa narsalar olishimizga anaqa qilgan bo'lardinglar. Shunaqa gap, lekin u imkoniyatiga odamga anaqa qilinmaydi. Bemalol lekin darslarni ko'rib, o'zi ishlab turgan anaqada, ishxonada anaqa qilish. Demak, o'rganib, o'zining statusini ko'tarib olish. Xo'p, bu yerda yana pit kontrollar bor. Tashqari pit kontrol. Xullas, rosa ko'p nastroykasi bor. Bu haqida o'tgan safar ozgincha ko'rsatib o'tib ketgandim. Keyin mana o'zini control panelidan nastroykalarga kirish, chiqish, filtrlarni qanaqa qo'yish, demak brake resistor, ya'ni tormoznoy resistorlarni qanaqa o'rnatish, hammasi yozilgan. Iltimos sizlardan ingliz tilini o'rganinglar, ko'ryapsizlar, hamma narsa ingliz tilida yoki xitoy tilida. Birinchi ingliz tilini o'rganishni maslahat berardim. Обязательно, сверхсрочно. Ingliz tilini biladigan odam ingliz tilini bildim maqtanish kerak emas, keyingi tilga o'tish kerak, yo nemis tili, yo xitoy tiliga o'tish kerak. O'ylashimcha xitoy tiliga o'tish kerak. Mana shunaqa. Bu yerda mana ошибкаlar bor. Mana EEPROM fault.
EEPROM fault. EEPROM bu flash memory. Ichida memoryda turadigan narsa. Mana bu yerda F1 overcurrent over voltage bu haqida gapirib o'tib ketgandim. Demak, shu yerda sizlar anaqani ko'rsanglar bo'ladi. Ошибкалani. Sababi mana cause deb yozib qo'ygan. Korotkое замигание bo'ldi. Zazemleniyaga muammosi bor. Mana shunaqa remedy degani davosi. Motor power P307 must correspond to inverter power. Demak, motor quvvati inverter quvvatiga to'g'ri kelishi kerak deyapti. Cable length limits must be maximum. Demak, simni uzunligi o'sha ruxsat etilgan uzunlikdan o'tib ketish kerak emas deyapti. Xullas, chastotnimiz aqlli, umnik chastotnik. Albatta Siemens bo'lgandan keyin bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Xullas, darsni qiyinlashtirib o'tirmayman. Sizlarga birinchi darsdan keyin bu yoqqa o'tib ketayotganlarga Alloh xolasa qiyin bo'lmaydi. Hozir men potensiometrimni tayyorlab olaman, payat qilib. Sizlarga o'sha yerda o'zida videoda o'zida ham potensiometr haqida ko'rsatib o'tib ketaman. Kelinglar, anaqada ham ko'rsating. Men eng yomon ko'radigan narsam, agar men ingliz tilidan noto'g'ri spell qiladigan bo'lsam, har doim to'g'rilab ketaman o'zimni. Noto'g'ri spell qilgim kelmaydi demoqchiman. Hozir eshitamiz. Potentiometer. Demak, potentiometer deyishadi. Potentiometer xitoychasiga nima deyilardi? DNVC deyilardi. Xitoychasi ancha yaxshi-da baribir. Hop, potentiometer ko'ramiz endi. Mana xuddi shunaqa narsa. Men mana shunaqasini o'ylayman. Endi har xil katta quvvatlilari bor, kichkina quvvatlilari bor. Men kichkinasini o'ylayman. Endi quvvati anaqaga qarab bo'ladi. Endi uni o'qib chiqishimiz kerak bo'ladi yoki ChatGPTdan siz o'rnatayotgan chastotniga mana shunaqa quvvatli potentiometr to'g'ri keladimi so'rab ko'rishingiz kerak. Hozir ChatGPT, ya'ni искусственный intellekt ancha aqlli, ancha train qildirishgan uni, ya'ni shug'ullantirishgan. Bemalol ishonsa bo'ladi. Даже bir xil joylarda servo driverlarni diagnostika qilayotganimda RS232 kommunikatsiyada muammolar bo'lsa, ChatGPT bilan gaplashib anaqa qilaman-da, inglizchasiga. Ya to'g'ri prompt bersanglar, ya'ni to'g'ri savol bersanglar, to'g'ri javob beradi. Noto'g'ri savol berib qo'ysanglar tushunmaydi u. Hop, mana shunaqa bo'ladi. Potentiometr bir yoq tarafidan VCC, ya'ni plus tok kiradi, keyingisidan GND ground, minus keyin output chiqish. Xuddi shunaqa o'ylayman men ham. O'shanda bitta VCC-sini mana bunaqa bo'ladi. 10 voltga o'ylaymiz. Boyga GND deb yozganini groundda, ya'ni minusni 0 ga o'ylayman. Keyin anaqaga chiqishiga chiqishimiz bosilib ketdi. Mana output chiqish degani shu chiqishiga analog birga ulab qo'yaman yoki makroni tanlayman. Bo'ldi, men unaqa kirib, men nastroykalarni o'zgartirib o'tirmayman. Atak nastroykani o'zgartirishni ko'rib oldinglar. Endi bosib turasizlar, o'zi kiradi. Yoki bosib turib qo'yib turib bossanglar, men bu CN nastroyga o'tadi yoki bosib tursanglar o'zi mana bunaqa P degan nastroyga o'tadi va shu P dan, demak, nastroyka list bor pastda kitobda, o'shanga qarab o'zgartirib olsanglar bo'ladi. 20-minut bo'libdi. Iltimos menga feedback beringlar, ya'ni men qo'yayotgan videolarni sizlar tushunyapsizlarmi? Tushunmagan bo'lsanglar, o'zimni shu uskunasiz adminga yozinglar. Muhokama qilamiz. Tushunmayotgan joylari bo'lsa, men o'shani to'g'rilab ketaman. Siz tushunmayotgan joyinglar bo'lsa-da. Lekin kitobni o'qisanglar yoki ingliz tilini bilmasanglar, uni tarjima qilib o'qisanglar tushunasizlar. Bitta tushunmasanglar, yana qaytib quvurish kerak. Mana shunaqa. Xo'p, tushundinglar. Demak, outputimni chiqayotgan outputimni simimni analog birga o'ylayman. Shu bilan potentiometrimiz tayyor. Keyingisini bo'lsa, videoda ko'rsataman. Demak, NPN ni ishlataman men. PNP ni ishlatmayman, NPN ni ishlataman. Ko'rasizlar farqini. PNP da 0 chiqyapti-da, digital input common общий kiryapti. Undan keyin 24 volt bo'lsa, digital input 1 2 3 lar kiryapti. Keyingisida bo'lsa 24 volt digital input common ga kiryapti, ya'ni общий kiryapti va 0 bo'lsa digital input 1 2 3 4 5 larga через switch orqali
ulanyapti va o'shanda ishlaydi. Qiyin emas. Asosiysi biz o'zimizga shu o'rgana olayman, qiyin emas degan demak tushunchani kirgizib olsak, любой narsani o'rganamiz. Hamma narsa o'rgansa bo'ladi. Bu narsa qilayotganini ko'rsanglar, va hadovat shart emas. U ham shu necha yillik davomida o'rganib boshqa qilib qilgan yoki Xitoydan sotib olgan mana shunaqa. Xudo xolasa sizlar men bilan sog'aylar bo'lsa berib boshqa qilib tezroq o'rgansanglar bo'ladi. Chunki shunaqa 21-asrda ChatGPTda millionlarga informatsiyalar bilan yashayapmiz. Mana shunaqa. Xo'p, endi men videoni o'chiraman. Videoning keyingisi men telefonimni peshetib qo'yib, chastotnikni qo'yib, o'rnatib, potentsiometr tayinlab, yonmiyodiy raniqiga o'xshab, pastda NPN tarafiga o'xshab, shunaqa o'ylayman, birga ishlatamiz. Shu bilan darsimiz tugaydi. Qolganini o'zimizga savollar bo'lsa yozaverasizlar. O'zi chastotnik bo'yicha asosiy anaqa kerak bo'ladigan tushunchalar, ba'zilar mana shunaqa, любой chastotniklarda xuddi shunaqa nastroykalar bor. Masalan, Delta Mitsubishi oladigan bo'lsak, ularda ham Modbus RTU'lar bor. Analog potentsiometr bilan ishlash, analoglar bilan ishlash anaqasi bor. Mana shunaqa. Yana bir xillarda shu aytayotganimdek, sal bir-biriga o'xshamagan funksiyalar bo'ladi. Ya'ni qimmatroq chastotniklarda arzonda topilmaydigan funksiyalar bo'ladi. Lekin arzon chastotniklarda shu qimmat chastotnikda bo'ladigan funksiyalar ham bo'ladi. Bu bizani demak kitob o'qish mahoratimizga, tushunish mahoratimizga bog'liq bo'ladi. Rahmat hammaga. Men endi videoni o'chiraman. Hop. 26 minut azlik. Hop, biza qaytdik. Xudo xolasa bir adashmasam yarim soatcha qoldi og'iz ochilishiga. To'g'risi odam ancha qilib qo'yar ekan ro'za paytida. Dars tayyorlab chiqarish, uni o'ylab chiqish, o'quvchilarga tushunarli bo'ladimi, shu haqida o'ylab boshqa qilib. Shunga sal sekinroq chiqyapti dars. Demak, bugun ikkinchi qismi videoni qo'ya kompyuterda screen video ko'rsatdim sizlarga. Nima qilamiz? Qaysi demak connection makro bilan ishlaymiz? O'sha CN002 bilan potentiometr deydi inglizchasiga. O'sha bilan keyin demak switch bilan ishlaymiz. Sizlarga ko'rsatib ketaman. Men tayyorlab qo'ydim potentiometrimni. Mana ko'rishingiz mumkin. Demak 10 volt, 0 volt, keyin analog 1. Bu tarafini mana o'ylab ishlatishimizga tayyorlab qo'ydim. Bundan tashqari bu yerda switchimiz bor. Switchimiz ham tayyor. Simlarni ulab qo'yganman. Yana bir tushuntiraman. Hop. O'ngga, chapga ishlatish uchun. Switchni hozir undan oldin yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. O'tgan darsda demak startni bosamiz, to'xtatamiz, shuni ko'rgandik. Endi bu darsda motorni hozir mana qaranglar. Motorim bu tarafda, endi sal chang, kirroq, uyat qilmaysizlar. Topgan motorim shu bo'ldi. Nasib kichkinaroq motor olaman. Mana ko'ryapsizlar. Soat strelkasi bilan aylanyapti. To'xtatamiz. Yana ikkitasini bir vaqtda bosamiz. Bosganimizdan keyin tepada bunaqa chapga o'ngga demak indikator yonadi va bossangiz startda yana orqaga aylanish boshlaydi. Ko'rdinglar? Shuni ko'rsatmoqchi edim. Hozir buni nastroykalarni ko'rib chiqamiz, chunki sразу menda ishlamadi. Ichidagi nastroykalar o'zgargan ekan, chunki apparatdan yechilgan edi. Hop. Nima demoqchi edim? Xullas, yana bir marta ko'rsatib ketaman, balkim yengillik qo'shilib ikkinchi darsdan ko'rishayotgandir. Demak, chastotligimiz Siemens Dynamics V20 kirish 240 volt atrofida. Demak, mощностьning kuchlanishi 0.75 kilovat. Mana chiqishi amperajlargacha ko'rsatib qo'ygan. Bu yerda endi hozir bu yerda anaqa qilib o'tirmaymiz. 220 ni ulab qo'yganman bu yoq tarafini, mana chiqishini bu yoqda mana UVW ulaganman motorimni. Buni o'tgan darsdan ko'rsatgandim. Bu yoq taraf ulanmaydi, bu yoqda tok bo'ladi. Tokdan ehtiyot bo'lasizlar. DC plus DC minus yozib qo'ygan. Tok urishi mumkin. Bu yoqqa qo'limizni tiqib o'tirmaymiz, atyorka tiqmaymiz bu ikkita qismiga.
Mana bu yoqda shu chiqib ketishi. Chastotliklar bir-biriga o'xshagan bo'ladi, funksiya tarafidan, ishlash tarafidan, prinsip tarafidan. Endi bir ikkitalarda boshqacha funksiyalar bo'lishi mumkin, lekin demak tegi bitta. Demak bizaniki Siemens, ya'ni o'sha gruppada so'rashgan, shunga dars chiqarildi. Va bu yoqda hozir sal raqam o'zgartiraman. Sizlarga ko'rsataman. Mana demak biz bu yoqda men ulab qo'yganman motorimni. Start qilingan. Ya'ni hamma oxir tugashi, konechnisi bitta, uchta bunaqasi fazasi alohida delta emas, start qilingan. Sizlar ham shunaqa o'ylashinglar kerak. Ko'pincha chastotniklarda shu ulanishda noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ovozim yaxshi yozilayotgan bo'lsin. Ashibga chiqib qolaveradi. Startni bosasizlar, ashibga chiqib qoladi. Startni bosasizlar, ashibga chiqib qoladi. O'shanda shu bu yoq tarafda, mana bu yoq tarafida delta ulab qo'yilgan bo'lishi mumkin. Demak, hammasi shu to'g'ridan hozir. Mayli. To'g'ridan to'g'ri ulangan bo'ladi. Hozir sizlarga ko'rsating. Ochka bilan ko'rsataman. Demak, hammasi dielektrik bilan ko'rsataman, to'g'ri ko'rmaydi mana o'shanda. Mana bu temir ko'ryapsizlar, sizlarga tushuntiryapman. Demak, start ulangan, yulduzcha звездочка ulangan. Alohida bu yoqda UW bo'lib keladi, lekin sizlarda bir xillarda delta bo'lib ulangan bo'lishi mumkin. Ya'ni temir, mana shu temirlar shunaqa to'g'ri qo'yiladi va bu yoqda temir bo'lmaydi. O'sha delta hisoblanadi. O'shaning nastroykasidan startni o'zgartirishinglar kerak bo'ladi bundan. Endi ko'pincha mana shunaqa ulab qo'ysanglar, to'g'ri ulasanglar, ko'rsatganimdek, endi buni internetdan ham topa olasizlar. Motoringiz ishlaydi, bu yerda muammo ko'rsatmaydi. Shuni oldin aytyapman. Чтобы ertaga muammo bo'lmasin deb kameramni to'g'rilab olaman, fokuslarini. Yana ikkita bosamiz. Yana buni yana bitta qaytadan ko'rsataman. Tezroq ko'rsatib o'tkazaman, vaqt qisqa. Og'zim ochilib qoladi va video tugaguncha adashmasam. Xo'p. Men hozir sizlarga o'sha nastroykasiga kirib, mabodo agar sizlarda shuni ikkita knopkasini bossanglar, mana bu yerda ko'rib turibsizlar. Knopkalar bor: start, stop, keyin demak menyuga kirish, ya'ni parametrlar menyusiga, OK bu tanlash, keyin chastotamizni o'zgartirish uchun mana tepaga, pastga anaqalari bor, knopkalari bor. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, buni o'tkazib ham ko'rsatganim, ikkita bossanglar mana jog rejimga o'tadi. Apparatlarni bilasizlar, sariq knopkani bossanglar, ko'pincha apparatlar sekin ishlaydi, qo'yib olsanglar to'xtaydi. Xuddi shunaqa funksiya bu ham. Ishlayapti, qo'yib to'xtayapti. Shuni ko'rsatganim, endi bu safar mana shu ikkita knopkani bir vaqtda bosib, demak motorimizni orqaga aylantirish ko'rsataman. Qaysi parametrlarni ko'rib chiqishimizni aytaman, nima qilish kerakligini aytaman. Men kitobni ham o'qidim, lekin hozir ChatGPT dan ko'rdim. ChatGPT hozir ancha-muncha narsalarga dostupi bor, juda aqlli bo'lib ketgan. Xursand bo'lishimiz kerak, shunaqa zamonda yashayapmiz. O'shanga o'sha bir ikkita parametrlarni oldim. Ya'ni shu BOP deydi, mana BOP, ya'ni Basic Operator Panel. Shu paneldan boshqarish, ko'ryapsizlar, u chastotning o'z paneli bor. O'shanga nastroykalari bor. P0700, P1000, P1110, P1032. Shularni qarab ko'rsak, demak, motorimiz oldinga orqaga aylanadi. Ko'pincha odamda agar apparatdan yechib olingan kelgan bo'lsa, bir xillarda aylanmasa, faqat bir yoq tarafga aylansa, menda boshida shunaqa bo'lyapti-da. Bir yoq tarafga aylanyapti, orqaga aylanmayapti. Ana o'shani ChatGPTga tiqdim, bo'ldi, sira chiqarib berdi. Faqat men ChatGPTga to'g'ri savol berdim. Shuni hisobga olinglar. Agar sizlar noto'g'ri tushuntirsanglar, sizlarga noto'g'ri javob keladi. Men ingliz tilida ishlayman. Meni birinchi tilim o'zbek tili, ikkinchi tilim ingliz tili, uchinchi tilim xitoy tili, mana shunaqa. Shuning uchun ingliz tilida ko'p ishlayman. Ingliz tilida savol yaxshi tushunadi, chunki ko'p narsa ingliz tilida. Shuning uchun ham ingliz tilini har safar, har videoda o'rganinglar deb aytaman. Menga chiqarib berdi. Men parametr o'zgartirdim, bo'ldi. Men boshimni qotirib o'tirmadim. Kitobdan qarab, pastgacha shu yoqqa o'tish, bu yoqqa o'tish. Endi bir ikkita seriozli narsalar bo'lsa, o'zining kitobini ochib qarasanglar ham bo'ladi. Bu foydali. Agar oxirigacha o'qib chiqsanglar, kitobni bitta chastotnik bo'yicha har doim aytaman, shu professional bo'lasizlar. Demak, hozir makronni ko'ramiz. Qaysi videoda makron nimaligini aytib o'tib ketdim sizlarga. CN 002, 00 har xillarini bosib turamiz.
o'chish chirog'i qo'yib yuborib yana bitta bossak, hozir meniki mana tizib qilib qo'ygan. CN001 rejimda turibdi. Tepaga ko'tarsam boshqa rejim. 10 qilsam USS, 11 qilsam Modbus. Mana shunaqada. Hozir biz 00 tanlaymiz. O'zi tanlangan. Sizlar endi masalan bu yoqda bossanglar, bunaqa rejimda bo'lishi mumkin. Pastga tushasizlar mana. Bitta bossanglar, relays anaqa ishlayapti, ovoz chiqyapti, eshitdinglar. Ular shunaqa o'tadi, keyin bosib, endi bosib turasizlar, bo'ldi, orqaga qaytadi. Загрузка bo'lib oladi. Hop, o'chirib turaman hozir. Hozir mana shu CN001 rejimda turibdi. Connection macro 00 CN001 da sarta bosaman oldinga aylanadi. To'xtataman, ikkita bosaman orqaga aylanadi. Tezligini ham ko'paytiraman. Tezlashtiraman, pasaytiraman, mana shunaqa. Yana bosaman. Start bosaman, tezlikni oshiraman. Tezlashadi, kamayadi. Xullas shunaqa, tushundinglar buni, qiyin emas. Sal qizyapti, chunki bu 0.75 kilovat, motorim 1.5 kilovat. Bu nagruzkasi yo'q. Aylanishi ham yumshoq. Hop, sizlarga yo'nalishni ko'rish uchun unaqa belgilab qo'ydim. Yopishtirib qo'ydim. Endi qaranglar, shu parametrlarni ko'rib chiqamiz. Agar sizlarda shu bossanglar, menda boya shunaqa bo'ldi, bosdim. Shu ikkitasini bir vaqtda bosdim. Yozuv chiqdi, startni bosyapman, aylanmayapti. Ushab turibdi. Ovoz chiqyapti, lekin aylanmayapti. Keyin bu yoqqa amperajni ko'rish uchun xuddi ketib qoldi. Amperajni ko'rish uchun bossam 1.5 amper ko'rsatyapti. Yomon-da bu. Kuyib qolishi mumkin частотнигimiz. Keyin men o'sha ChatGPT ga aytdim, men demak forward, ya'ni oldi soat strelkasi bo'yicha clockwise aylanyapti, soat strelkasiga qarshi counter clockwise aylanmayapti. Shunga nima qilay desam, sразу menga chiqarib beradi. Bittada o'xshamadi, chunki demak ChatGPT nima xohlayotganini bilmadi. Keyin savolimni oydinlashtirgandan keyin shunaqa parametrlarni chiqarib berdi. Shu parametrlarni ko'r, agar shu parametrlar o'zgarib qolgan bo'lsa, mana bitta M bosamiz, ko'ryapsizlar. O'zgarib qolgan bo'lsa, shu parametrlar shularni shu 1.0 o'zgartirib qo'ydi, bu yerda pastga qo'yaman. Sal qarab bo'lsa ham ko'rinadi bu yerda. Keyin men bir chekkadan boshladim. Mana 700 ga kirdim. Menda bir turibdi bu. Bunda ham bir turibdi. Chiqamiz, endi 1000 ga o'tamiz. Bosib tursanglar o'zi tezlashadi. Xudo o'zing sabr qil, ketdik. Mana shu menda bu ham bir turuvdi. Hozir sizlarga qaysi o'zgarib qolganini aytaman, shuncha ishlamayotganimni aytib o'tdim. Prosta sizlar ko'ringlar deb aytyapman buni. Keyin 1110. Bosib turamiz, tezlashadi o'zi. Bunday qilib yana bitta narsani aytish esdan chiqdi. Endi mana shunaqada sal o'rtada esdan chiqib qoladi, xafa bo'lmaysizlar. Lekin shu parametrlarni ko'rishimiz kerak. Ko'ryapsizlar, bitta narsani ko'rsatdi. Yana sizlarga mana parametr OK bossanglar, har xillari chiqyapti. Bular yana alohida tema. Dars qilib yana chiqaring desanglar, Xudo xolasa chiqaramiz yoki yopiq kursda. Endi yopiq kurs qilaman, chunki o'sha anaqaga kanal nima qilsam yoki bu texnika olinglar, yengil narsa bolalarga tushuntirishlar, ichini ochib ko'ringlar yoki nimalar qilaylik deyish uchun shunaqa yopiq kurs, to'lovli kurs bo'ladi. O'shani shu hab bo'lmaysizlar. Lekin tekin kursda ham ko'ryapsizlar, qo'ldan kelgancha yordam berib, boshqa qilib savollar berishyapti. Har xil viloyatlardan savollar kelyapti. Yoshlarga men xursand bo'ldim, ko'p savol berishyapti. Ko'ramiz, izlayapmiz. Mana shunaqa bo'ladi. Agar shu bizning yopiq kanalimizga o'tsanglar, xursand bo'lardik. Demak, bizda 1110imiz 0 turibdi. Mana bu yerda ham 0 turibdi. Yaqinlashtirib ko'rsataman. Fokus ishlayapti, mana 0 turibdi. Xullas ko'rasizlar, bosyapman, ketyapti, kiryapti. 1032 ga kiramiz, tepaga chiqib ketganman. Xullas mana shuni 1032, ya'ni negative speed allowed degani, ya'ni orqaga aylanish ruxsat berish degan tarjima bo'ladi endi. Ana shu menda oldin bir turgan ekan, shuning uchun menda aylanmayotgan ekan. Kelinglar bir qilib ko'ramiz, chiqamiz. Shu vaziyat yana bo'larmikan? Bosyapman. Chiqmadi, bir vaqtda bosish kerak. Chiqdi, qaranglar. Mana ko'rasizlar, tit qilyapti, aylanmayapti. Bu yaxshi emas bunaqa ovoz chiqarishi.
i kiryapman, shu 0 qilib qo'yyapman. I chiqyapman, qaranglar. Ana endi ishladi, ko'rdinglar? Mana shuni ko'rsatmoqchi edim. Xullas, sizlarda shunaqa bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, shunga e'tibor berasizlar, chunki ko'pchilik shu yerda o'zidan boshqarmoqchiman, kerak emas bu yoqqa terminal blok ulab deydiganlar uchun ko'rsatdim buni. Yana ikkita bosamiz. Yo'q bo'lib qoldi. Endi soat stirelkasi bo'yicha aylanadi. Undan keyin yana bitta parametrga e'tiboringlarni qaratgan bo'lardim. Xullas, har bir ko'pincha chastotniklarda parametr darajasi bo'ladi. Ya'ni parameter level deydi inglizchasiga. Ana o'shani aniq qilib olishimiz kerak emas. Birinchi tepaga o'tib ketib qoldimi? Demak, birinchi daraja, ikkinchi daraja, uchinchi daraja shunaqa hisoblanadi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Agar voy sen ko'rsatgan anaqani topolmayapmiz parametri desanglar, shu P003 ga kirib, 0003 ga kirib, sizlarda 1 bo'lib turgan bo'lishi mumkin, 0 turgan bo'lishi mumkin, 2 turgan bo'lishi mumkin. Shuni 3 ga, ya'ni eksport darajasiga olib chiqib qo'ysanglar, o'kena bo'lsanglar bo'ldi. Sizlarda hamma parametrlar ochiladi, xudo xolasa. Endi buni kitobda ham yozilgan. Shuni aytmoqchi edim. Bu masala bo'yicha anaqamiz tugadi. Motorimiz mana qaranglar. Ishlayapman, ikkita bosyapman. Ikkita bossam, to'xtab turib, yana orqaga ketdi. Ko'rdinglar? Endi to'xtadim, bu yoqqa. Yana soat sirkasi bo'yicha aylanyapti. Shunaqa, endi anaqani chozib o'tirmaymiz. Men sizlarga hozir kompyuterni ko'rsataman. Hali bu yoqda simlar bo'lib ketgandi, uyat qilmaysizlar. Mana bunday ko'rsataman sizlarga. Mana mashitda biz mana sen uzr noto'g'ri ketib qolibdi. Sen 002 ni ko'ramiz hozir. Keyin demak terminal blokimizga bu yoq qismiga demak anaqani ulaymiz. Potentsiometr ko'rsatib qo'ygan. Mana 10 volt, analog birinchi kirish 0 volt, i bu yerda yoqib o'chirish, orqaga aylantirish. Mana shu anaqani o'ylaymiz. Faqat biz NPN ni o'ylaymiz. Ya'ni 0 bilan boshqarish. 24 volt plus bilan emas, 0 bilan boshqarish o'ylaymiz. Shuni anaqa qilasizlar, shunga e'tibor berasizlar. Buni men endi qog'ozga chizib o'tirmadim, shu yerda ko'rsatyapman. Bu yoqda sizlarga ulab ko'rsataman. Demak, men yana anaqa kameram o'rnataman, tushib ketib qoldi kameram. Xo'p. Hammasi joyida. Tushadi, bizlarda sinadi. Hayot shunaqa deydi, nima ham deymiz. Asosiysi o'qishdan to'xtab qolmaylik. Agar sizlarga foydali bo'layotgan bo'lsa, o'zimni lichkamga yozib qo'ysanglar xursand bo'laman. Uskuna asos admin savollarni ham shu yoqqa ham beraverasizlar. Demak, boshladik. Boyagi anaqani ko'rsatdim sizlarga. O'zingizlar printerda chiqarib olib, anaqa qilsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa men yozib qo'yganman. 10 volt, 0 volt, i mana bu yoqda analog AI 1 deb yozib qo'yganman. Shuni endi ulaymiz. Ulashdan oldin kelinglar anaqaga o'tkazib olamiz. Connection macro o'sha CN002 ga o'tkazib olamiz. Demak, bosib turamiz. Chiroq o'chadi. O'chgandan keyin bitta bosamiz. Bo'ldi, kirdi. CN002 ga o'tkazamiz. O'zi menga tayyor parametrlarni qo'yib beradi bu. Faqat agar kimdir oldin ichkari parametrdan o'zgartirib qo'ymagan bo'lsa, shunga e'tibor beramiz. Hop, davom etamiz. Yaxshi o'ranyapti. Chastotniklarim ko'rinyapti. Bu yerga olamiz. Chiroq sal tushyapti, shunga aniq qilmaymiz. Bu yerda nima bor? Demak, anaqadan boshlaymiz. Qizil simimizdan boshlaymiz. Ya'ni 10 voltdan boshlaymiz. Mana shu yerga e'tibor berib qarasanglar, pastda yozib qo'yganmiz mana. 10 volt, AI1, AI2, xullas hamma yoq tarafdan yozgan ko'ryapsizlar, bu yerda relesi. O'zi relay haqida gaplashishimiz kerak, lekin bo'lib qolgan yaxshi hamma narsani. Xo'p. Nasib offline kurs allaqachon tayyorlab qo'ygan stendlarni prosta hech kim vaqtimiz bo'lmadi. Endi xudo xohlasa uni ham e'lon qilamiz. Demak, hozir men shu simni oldinga chiqarib olib qolay, bu yoqqa sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun. Mana shu simni chizmada ham ko'rdinglar, ko'rsatdim, o'shani shu yoqqa ulayman. Qaranglar, Sinamix qulaydi.
bosasizlar, ochiladi, tiqasizlar, qo'yaverasizlar, bo'lishadi. Demak, shunaqa qulaylik qilib bergan Siemens zavodi. Demak, keyingi ulaydiganimiz analog AI1 ulaymiz, yashil sim. Simlarni ham har bittasini rangi bilan ajratib qo'yganman. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, o'zi ham o'zgarib qoldi. Har xil yozuvlarni ko'rsatyapti, ya'ni analog rejimga o'tdi. Yonida ulaymiz. Bo'ldi, ulandi. Yonida mana AI1 ga uladim. AI1 ni shunga o'ziga uladim. To'g'risi, demak, tushunyapsizlar, qiyin emas. Keyingisi 0 volt. 0 volt mana 0 ga ulaymiz. Eng yaqinda ulaymiz. 0 bor, shu 0 ga ulaymiz. Yozib qo'ygan anaqalarini. 5-chi. Uladim. Ulagandan keyin qarang, potentsiometrimizni ishlatib ko'ramiz. Sifrlar o'zgarishi kerak. Mana ko'ryapsizlar. O'zgaryapti sifrlari. Uzr, anaqa ko'rmadingiz sizlarga. Mana uladim simlarimni. Potentsiometr anaqalarini ko'ryapsizlar. 10 volt, analog birinchi kirish, 0 volt. Mana qaranglar. Ko'ryapsizlar? Mana endi sal pomexasi bor ekan buni, aniq emas ekan. Arzon potentsiometr 0 bo'lishi kerak edi. Mana ko'ryapsizlar. Aylantiryapman. Ishlayapti. Lekin mana bitta start stop ishlamaydi mana. Endi bunaqa qilsanglar ham bo'ladi, parametrdan o'zgartirsanglar bo'ldi. Liboy narsani qilsa bo'ladi. Parametr bo'yicha xullas o'qish kerak, professional bo'lish kerak. Liboy narsani to'g'rilasanglar bo'ladi o'shanda. Men hozir yana ikkitasi qilaman, agar bo'lsa. Ham chiroyliroq bo'ldi shularni. Estetika deydi-ku, shunaqa narsalarga amal qilish yaxshi ko'raman men. Mana. Qanday bo'ldi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Sal pastroq qilishimiz kerakmi? Hamma narsa aniq turishi kerak-da. Shunaqa ishlash kerak. Xalta bo'lish kerak emas. Endi buni ko'ryapsizlar. Naborat qilsa ham o'zgartiradigan qilsa bo'ladi. Просто men shu tarafdan qildim. Ya'ni bunaqasi unga soat strelkasi bo'yicha burasanglar, oshadigan qilsa ham bo'ladi. Kerakli chalg'iymiz. Soat strelkasiga qarshi qo'llab qo'ya qoldim. Mana endi hozir sizlarga ko'rsataman. Anaqa hisobga ko'rinmayapti bu. Xullas, mana shunaqa ideyani asosiy main ideyani tushundinglar, asosiy ideyani tushundinglar. Let's continue, guys. Davom ettiramiz. So, what the hell do you? What the hell? Endi switchimizni ulaymiz. Faqat bu yerda ham bitta anaqasi bor ekan. Chapga o'ngga. Endi men uni qo'llab o'tirmadim. Demak, bizda bunda hozircha yana dalshi anaqalar, ko'p anaqasi bor, parametr bor. Просто ikki xili bor. Telefon qilib qo'yishyapti. Dars o'tganda telefon qilish mumkin. Hop, telefon qilib qo'yishyapti. O'chirib qo'ydim, pilotga solib qo'yaman. Pilotga tushdi. Demak, davom etamiz. O'sha ikki xil anaqasi bor ekan. Demak, chapga qilamiz, soat strelkasi bo'yicha aylanadi. To'xtatamiz, to'xtaydi. O'ngga qilamiz, soat strelkasiga qarshi aylanadi. Qilamiz, to'xtaydi. Faqat chapga qilib turib, o'ngga sraz qilganimizda to'xtab aylanib ketmaydi. Uning uchun hozir o'zini bu yoqda turgan zavodskoy anaqasi nima edi, demak,
nastroykasini ishlatsak shunaqa bo'ladi. Lekin alohida yana bitta shu nastroykani o'zgartirsak shunaqa qilsak bo'lar ekan. Yana ko'rsataman. Kelinglar, birinchi ulab olamiz. Men qanaqa ulaganman? Qiyin emas. Demak, men общий qorasimi 0 voltga ulayman. 0 voltga ulayman. Bu yog'ini shuni o'zingizlar bilib turibsizlar nimaligini. Bittasi chapga, bittasi o'ngga. Shu digital input, ya'ni kirishga ulaymiz pastga. Mana menda switch odatda ochuv. Bosaman bir safar bu yoqqa ulanadi, yana bu yoqqa bosaman bir safar bu yoqqa ulanadi. Mana shunaqa. Demak, hech narsa qiyin emas. Kelyapti. Demak, 0 voltimiz kelyapti. Bu yerda bunaqasi birinchi qismdan ikkinchi tarafga sim tashab qo'yganman. Jumper wire tashab qo'yganman. Jumper wire tashab qo'yganman, ya'ni перемычка tashlaganman, bo'ldi. O'shanda bu yerda ham 0 bo'ladi. Odam telab ketdi-yu. Davom etamiz. Undan oldin boyasizlarga ko'rsatgandim. Tanlab olishimiz kerak. NPN mi, PNP mi? Ya'ni nima qilamiz? Hozir biza yozadigan bo'lsak, demak, CN 002 kirdi parametrga. Bu yerda bizada potentsiometr bor, keyin switch bor. Ya'ni o'sha boyagi переключатель switch bor. Endi biza bilishimiz kerak. Biza qaysi rejimda ishlamoqchimiz? PNP dami yoki NPN dami? Buni u tepadagi darslarda tushuntirgandim. Hammasi sizlarga qo'yilgan, sensorlar haqida gapirganim tushuntirganman ne unaqaligini. Demak, biz NPN da ishlaymiz. Bu nima degani? O'ziga o'tsak, bu degani bizada digital inputimiz bor, DI bor, deydi. Keyin bu yerda digital input com общий bor, keyin bu yerda 24 volt bor. Keyin bu yerda 0 volt bor. Siyoh qolmadi, 1 minut. Qalamda yoza qolamiz. Xullas 24 volt bor. 0 voltimiz bor. Ko'pincha PLC kontrollerlarda endi NPN bir vaqtda podдержка qiladigan bo'lsa kerak, support qiladigan, lekin odatda ishlatiladiganlarda yoki NPN yoki PNP tanlab olishimiz kerak. Ya'ni o'sha tepadagi darslarni ko'rishinglar kerak, nima aytayotganimni tushunishinglar uchun. Sodda qilib aytganda, komandani kim beradi? Plus tok beradimi yoki minus tok beradimi? Shuni ishlatiladi shu PNP, NPN. PNP degani plus tok beradi degani, NPN degani minus, demak, o'zi tok emas, o'sha tok deydi, ha. O'sha beradi, sodda qilib aytganda. Uning uchun bizda qaysi birini tanlab olishimiz kerak NPN uchun desak, NPN uchun biza 24 voltda digital input common общийga berishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin 0 digital input 1 ga через, demak, switch orqali, switch orqali ulasak bo'ladi. Ular shunaqa. Buning uchun mana bizda bu yerda ko'rsatib qo'ygan. Mana DIC digital input common, keyin 0 volt. Bu yerda mana 24 voltlar bor. Hozir men shu 24 volt bilan ulayman. Bu yerda kamon ko'raman. O'zim ham sal yoyilib qolibdi, to'g'rilab qo'yishim kerak ekan. Hop, ko'ryapsizlar, mana 12-ga ulayapman. Bu yerda o'zi yozilgan, 13, 12 yozilgan. 12 ga ulaymiz. Ko'ryapsizlar, digital input common DIC deb yozib qo'ygan, shunga ulayapman. Ikkinchi tarafini mana bu yerda 24 volt ikkalasidan bittasiga ulayman, eng yaqiniga ulayman. O'shanda NPN boshqaruvni tanlagan bo'laman. Jumperimni ulab oldim.
bo'ldi. Endi switchimni anaqalarni simlarini bilaman. Uni ko'ryapsizlar, 0 bu. Qayerdan olamiz? Shu yonida 0 bor edi, shuni 0 dan olsa ham bo'ladi. Keling, shuni olib qo'ya qolamiz 0 dan. Ha. 0 ulandi. Endi bizada hozir boyagi yashil bilan ko'k simni digital input 1, digital input 2 ga ulayman. Sizlarga mazada qaniydi mana shunaqa ustozim bo'lsa. Xo'p. Hop. Davom etamiz. Ko'rdinglar, uladim. Digital. Mana D1, D2, D3, D4 yozib qo'ygan. O'sha boya ko'rsatdim kompyuterda. Demak, bittasi o'chirib yoqadi, bittasi orqaga aylantiradi, bittasi ошибкani yo'qotadi. Fault acknowledgement deyiladi. Keyingisi bo'lsa, adashmasam nima edi? Joke edi. Xullas shunaqa. Ulandi, ko'rdinglar. Demak, PNP emas, NPN quladi. 0 boshqaradi. Demak, 0 signalni digital input kirishlariga bersa ishlaydi. Endi chastotani o'zgartirib qanaqaga mana ko'paytiraylik. Switchni bosib ko'ramiz. Ko'rdinglar, ishga tushdi. Endi qaranglar, lekin bu switch orqaga qilsanglar, orqaga o'zgaryapti, lekin aylanmayapti. Buni parametrdan to'g'rilashimiz kerak. Demak, soat strelkasi bilan birga aylanyapti, lekin soat strelkasiga qarshi aylanmayapti. To'xtaydi, bo'ldi. Komanda kutyapti. Chunki o'sha boyagi ko'rsatgan kitobimda shunaqa deb yozgan, har bittasiga alohida demak switch qo'ygan, knopka qo'ygan yozgandi. Endi qaranglar, sizlarga yana bitta ko'rsataman. Yoqamiz. 18 Hzga chiqadi. Endi qaranglar, olaman. Katta tok bilan bu narsani hech qachon qilish mumkin emas. 220 yoki 110 taqiqlanadi, shuni oldin aytib qo'ying. Lekin mana bunaqa ustida laki bor. Pinseptim. Endi qaranglar. Boyagi ikkita liniyasiga 0 beramiz. Qaranglar, to'xtadi. Yana orqaga aylanish boshladi. Ko'rdinglar? Demak, bu degani shu kitobda aytilgandek, men bu yoq qismiga alohida yana bitta naq qo'yishim kerak. Knopka qo'yishim kerak o'shanda. Mana bossam, ko'ryapsizlar, nima bo'layotganini tushunasizlar-ku. Uzib, primoy 0 ga beryapman. Xullas, mana shunaqa. Yoki parametrdan yana bitta parametr ko'rdim. Chapga qilsanglar chapga, o'ngga qilsanglar o'ngga aylanadigan, faqat bitta no'si bor. Atak aytayotganim ham qilsa bo'ladi. Shu qilasizlar, yoqasizlar, o'ngga aylanadi. Soat strelkasi bo'yicha, chapga qilsanglar soat strelkasi bo'yicha, o'ngga qilsanglar qarshidan aylanadi. Просто men u anaqasini titib o'tirmadim. Uni o'zinglar endi bitta qarab ko'rasizlar. O'zi ko'pincha apparatlarda PLC dan chiqishida alohida shu signal berilgan bo'ladi. Bittasi start komandaga, bittasi ortga aylantirishga, hozir ko'rsatganimdek. Demak, производитель ham ko'pincha Xitoydagilar shuna boshni qotib o'tirmaydi, chapga mana buning uchun adashmasam настройкаga kiramiz. Bu настройка emas. Har xil настройка bor, e'tibor berasizlar. Adashmasam 701, 702 edi. 701 bir bo'lish kerak edi. Chiqamiz 702. Zavodskiy 12 turibdi. Shuni adashmasam
bir qilish kerakmidi? Qatilu. Bir qilish kerak emas ekan, yo 2 mi deb olsin. Shuni mana ChatGPTdan so'rab olaman. Shu 2 minutcha qolibdi og'iz ochilishiga. Shuni ko'rsataman, keyin video tugaydi. Bo'ldi. Kelinglar shuni ham yozib qo'yamiz. P0701 P0702 teng 1 teng 2. Ko'rindi? Yana qaranglar. Do'stlar, o'zgartirdim, endi qaranglar. To'xtaydi. Ko'rasizlar, qarshi aylanyapti. Soat sigaretga qarshi aylanyapti. Xullas shunaqa, endi qaranglar, sirazu o'tqizaman. To'xtadi. Sirazu o'tqizaman. Bu yoqqa ishlayapti. Sirazu o'ngga o'tqizaman. To'xtaydi, aylanmaydi. Yana bitta kerak, yana bitta orqaga qaytarish kerak. Ko'rdinglar? Men buni hozir yana kitobidan o'qib, yo ChatGPTga bersam, aniq qilib beradi hammasini. Demak, o'zim xohlayotgandek qilib beradi. Muammosi yo'q. Lekin bu sizlarga qoldirdim buni. Shu narsasini yo kitobini o'qib, yo ChatGPTdan so'ragandan keyin ham shunaqa daftarlarga yozib olinglar. Har doim yozishni o'rganinglar. Yozish bilan odam esda yaxshiroq qoladi, chem videoga olib rasmga olgandan ko'ra. Umid qilamanki, bugungi dars tushunarli bo'ldi. Demak, potentsiometrga ulash, uni ko'rsatish, qaysi joyini qayerga ulash, nima qilib ulash, NPN ulashmi, PNP ulashmi, keyin biz switchimiz, ya'ni shu knopkamizni chapga o'ngga qilib ishlatish, undan tashqari boyagi rejimni ham ko'rsatdim. Komanda keladi, aylanveradi. Bu yoqda men просто bu yoqqa anaqa knopka qo'ymadim. Anaqa qo'ydim. Pinseptimmi? Bu yoqda ekan. Xullas, shu pinsepni ko'rdinglar, bosganimda, ulaganimda, pinsep bilan ulaganimda bir yoq tarafda turadi. Pinsep bilan ulagandan keyin, demak, oxirga aylanish boshladi, chunki kitobida shunaqa yozilgandi. Ana shuni ko'rsatdim. Tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Videoni boshida o'sha ozgincha kanal rivoji uchun donat haqida gapirgandim. Undan tashqari yopiq gruppani ko'rsatdim. 6 kishimiz. Xudo xolasa, sizlar ham qo'shilsanglar, o'sha narxini gaplashib o'tib, u yoqqa xudo xolasa sekin-sekin demak realniy proyektlarni qo'yib, qiziqroq proyektlarni qo'yib, ustida ishlab, o'sha yerda bolalar bilan gaplashib, hammamiz birga o'rganamiz. Savollar bo'lsa beraverasizlar. Ular siz qo'llab-quvvatlasanglar xursand bo'lardik kanalimiz rivoji uchun. Bundan keyingi chastotniy 3-qismini chiqaringlarmi, yana relay bilan ishlash, RS485 bilan ishlash, yana qanaqadir o'shani bespirovodnoy modul olib kelib ulab ishlatib ko'rishmi. Shuni yozsanglar kommentariyaga. Xursand bo'laman, donat qilsanglar ham xursand bo'laman, yopiq gruppaga o'tsanglar ham qo'llab-quvvatlaganingiz uchun xursand bo'laman. Bitta oy, xudo xolasa bitta oila bo'lib qolamiz. Balkim o'sha yopiq gruppaning ichidan shu yoshi 18-20, balkim 22 yoshgacha bo'lganlarni ham o'zimga balkim sherik qilib yoki shogird qilib olarman. Uni ham bir ko'ramiz. Ovozim past tushgan bo'lishi mumkin. Xafa bo'lmaysizlar. O'zi yaqinda bo'lib qolgandi. Sekin qilib, Alloh xudo shifo berib yaxshi bo'ldik. Endi xudo xolasa yana shunaqa qiziq videolarni chiqaramiz. Uni 3-qismini aytsanglar chiqaramiz. Undan tashqari stepper driver haqida video qo'yilgan. Uni ham qisqacha 2-qismini chiqaramiz. Undan keyin bir ikkita kodlar qilishimiz mumkin. Undan keyin server driverga o'tamiz. Demak, hamma narsani bittada faqat o'rganmaymiz. Sekin bir qadamdan dozasini olib o'rganamiz. Shunaqa gaplar. Rahmat hammaga. Menimcha og'zimiz ham ochildi. Og'zinglarni eson ochib olib, demak, oilalar bag'rida xursand bo'lib o'tiringlar. Rahmat hammaga.